Qadrdonlar kunni ham isotib, bu degani mana bunaqa hovlini olib, mikroklimatlar, fontanchiklar qilib olib, o'zingizga cho'tki sharoit qilib, mana bu tapchanlarni qilib olib, maza qilib yashash kerak degan akalar. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, sizlarga uyimizni joylashuvini va narxini aytib o'tib ketaman va hozir esa sizlar bilan bu uyimizni birgalikda obzor qilamiz. Xo'p, bu tarafda darvozaxonamiz bo'ladi va bu yerga ikkita mashinani bemalol sig'dirib qo'ysanglar bo'ladi. Endi uyimizni obzorini boshlagan bo'lsam, oxirida kladovka qismida qilingan va oldida hojatxona uchun joy bo'ladi. Bu yerda esa ayollarimiz uchun mo'ljallangan kattagina oshxona va oldida bolalar uchun mo'ljallangan bitta xona qilib qo'yilgan. Asosiy binoga esa mana bu eshikdan kiramiz va ichkariga kirib, hozir sizlar bilan sharoitlarni birgalikda o'rganib chiqamiz. Kiruvchi mana shunaqa holdan boshlanadi va bu yerdan xonalarga ajratilgan bo'ladi. Har doimgidek birinchi o'ng tarafimizdan boshlaydigan bo'lsak, bu yerda ikkita bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona va dars qilish uchun alohida xona ajratib qo'yilgan. Buni ham ko'rsanglar bo'ladi, kattagina qilib qilingan. Va keyingi xonaga o'tadigan bo'lsak, bu tarafda ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz bo'ladi va o'zining ichida alohida sanuzilga ham ega bo'ladi. Buni ham ko'rishingiz mumkin. Tashqari tarafga qaragan oynalari bor va sanuzilga ham alohida e'tibor beringlar. Juda ham did bilan ishlab qo'yilgan. Endi oynalari sizlar ko'chib kelguncha tayyor holatga keltirib qo'yilar ekan. Va uyimizdagi eng oxirgi xona, ya'ni o'sha mehmonxonamizda, o'zbekistonlikni bilasizlar, har doim mehmonxonaga yaxshiroq e'tibor berishadi, kattaroq qilishadi, chunki mehmonlarimiz ko'p. Va ko'rishingiz mumkin, kattagina keng qilingan, o'zini tashqariga qaragan ikkita derazalari bo'ladi. Qadrdonlar, uyimizni ham ko'rdinglar. Juda ham did bilan qurilgan uyimiz, umumiy 3 sotuga ega bo'ladi va fasad razmeri umumiy 15 metr tashkil qiladi, uzunasiga esa 25 metr va bu uyimizning eng yaxshi tarafi burchakda joylashgani bo'ladi va yon tarafda ham ko'rishingiz mumkin, juda ham uzun qilingan. Uyimizning joylashuvini aytadigan bo'lsam, Zangiota tumani Ramadanda joylashgan. Uy egalari umumiy 99 ming narx qo'yishgan ekan. Endi tepasiga pul bilan kelsanglar, albatta kelishadigan joylari bo'ladi. Videoni tagida uy egalari nomerini qoldiraman, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi.